Elektrika. Kimningdir nazdida oddiy ish. Ikkita simni bir-biriga ulaysan va elektr chirog'i yondi. Ha, bu shunchaki kimningdir nazdida. Elektrika sohasi kuchli bilim talab qiladigan sohalar qatorida eng oldi o'rinlarda turadigan soha hisoblanadi. Bu sohada ham nazariy ham amaliy bilimlarni doimiy ravishda yangilab o'rganib borish zarur. Va shundagina biror bir natija bo'ladi. Ha, sizni uyingizga kelib turgan elektr energiyasi, siz shunchaki ko'chatilni yoqishingiz orqali yonishi, bu shu soha vakillarining kecha-yu kunduz tinmasdan mehnat qilishining natijasidir. Qandaydir muammo bo'lgan taqdirda bu soha vakillari kunning sovug'imi, jazirama issig'imi bularga umuman farqi yo'q. Ular o'ziga biriktirilgan vazifasini sidqi dildan bajarish uchun tun-u kun xalqning xizmatida yelib yugurishadi. Lekin ularning qilayotgan ishlari to'g'ridan-to'g'ri ko'zga ko'rinmasligi mumkin. Lekin ular qilayotgan ishni uncha-muncha soha egalari qilmaydi. Bu sharafli sohaning egalari elektrik energetiklar. Ularga qancha tahsonnolar aytsak kam, qancha ularni olqishlasak kam. Bu soha vakillari doimo xalq xizmatida. Omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin, doimo ishlarida tinch bo'lishsin.